Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ikkinchi darsimizda mas'ulchi writingda ikkinchi darsimizni ko'ramiz sizlar bilan. Hop, biz o'tgan darslar bilan tasdiqlandi kirish qismini ko'rgandik. Bu yerda biz sizlar bilan writingga nima tushishi, qanday turlari bor, o'shalarni ko'rgandik. Va verb and noun structurelarni ko'rgandik. Masalan, increase slightly. Verbga sizlar adverb olishinglarni va noun bilan adjectiveni bog'lab berishinglarni ko'rgandik. Mana verbdan o'sgan yoki tushganda bittasini olardinglar, adverbdan bittasini olib berardinglar. Va nounda sizlar adjectivega olib berardinglar. A dramatic rise misol uchun. An enormous increase misol uchun. A considerable growth misol uchun. Hozir endi sizlar bilan bugun to'rtta structure o'sgan yoki tushgan deyishda to'rt xil shaklni ko'ramiz va bu to'rtta turiga asosiy poydevor bo'ladi. Misol uchun bar chart farqi yo'q. Bar chart asosan mana shu bar chartning yilligi, pie chartning ham yilligi, line graphning ham yilligi va tablening yilligi. Table agar yilli bo'lsa-da, mana shunda bugungi o'rganadigan to'rtta structuremiz poydevor bo'ladi. Hop, birinchi navbatda sizlar bilan ko'rib olaylik. Yana takrorlaymiz endi. Verb structure qanaqa bo'ladi? Verb structureda asosan sizlar bitta usta deb olasizlar, adverb qilib berishinglar kerak. Misol uchun bitta olaylik. The percentage of students. The percentage of students esa bu foizi, talabalarning foizi. Talabalarning foizi mana shunday ko'rib olaylik. Translyatsiya bo'ladimi? Ham bo'ladimi? Talabalarning foizi debdi. In group B da increased noticeably. Men buni qanday oldim? Increased deb. Bizda boyagi tabletamiz bor edi. Verb shaklidan bitta rise yoki increase yoki go, climb mana shunday olyapman-da. Adverb bo'lib beribman. ly shaklidagi bu tabletadan ishlatyapman. Bu o'zi nima edi? Bu degree. Degree degani darajasi. O'sdi debsizlar, qanaqa daraja o'sgan? O'shani mana dramatically, considerably, significantly bilan olib berishinglar kerak bo'ladi. Holisalar for ishlatinglar. Mana speed degani tezligi. Qanday tez tushganmi, qanday tez o'sganmi, o'sha nazarda tutiladi bu. Bunda ham shunaqa. Verbga sizlar adverb bilan berishinglar kerak. Masalan, rise rapidly, increase sharply deb olib berishinglar kerak. O'shanda sizlar o'sganni, qanaqa o'sgan? Yana o'sishda har xili bor-da. Sekin o'sish. Masalan, sizlar 10 dan 12 yoki 13 ga o'sgan bo'lsa, sekin deysizlar, slightly, minimally. Buni farqi bor. O'sdi, tushdi deganda, o'sishda ham farqi bor, tushishda ham darajasi bor-da. Sizlar mana shu darajasini degree yoki speed tezligi bilan aytishingiz kerak bo'ladi. Davom etamiz. The percentage of students in group B increased noticeably, sezilarli degani noticeably in 2012. Bizda yana boshqacha qilsak bo'ladi. Increased o'rniga rose tezligi bo'ladi. The number of students in group B rose significantly. Mana shu rose debsizlar, o'tgan zamonda olyapman-da endi. Rose significantly. Rose, rise bu hozirgi zamonda olib qoladi, o'tgan zamonda esa rose bo'ladi. Tamam. Bu verb shakli bu. Davom etamiz o'sha verb shaklidan. Agar tushdi desalar qanaqa bo'ladi? Tushdi desalar mana ikkinchi mana pastdagi strekacha ko'rsatib qo'ygan. Mana shundan fall, decline, decrease shulardan olsanglar bo'ladi bemalol. Va bularning tarjimasini bilib olsanglar sizlarga yaxshi bo'ladi. Yodlab olib va tarjimalarini bilib olsanglar o'zingizlarga yaxshi. The percentage of people eating ice cream declined. Percentage of people yana bir foizi, odamlarning foizi muzqaymoq yeydigan tushibdi deb aytamiz. Decline degan tushgan. Endi declined deb o'tgan zamonda olyapmiz. Declined or decreased rapidly. Bittasini olyapmiz. Speed downlik hozir bizda speed. Qanchalik tez tushganmi? Misol tariqasida. Hozir ko'ramiz buni. Pastdagi nimalardan ko'ramiz? Menda
examplelar bor, o'shani ko'ramiz. The number of students doing their homework. The number of students deganda soni, talabalarning soni uyga fansini qiladiganlari tushibdi. Suddenly. Birdaniga degani. Suddenly yana tablisaga qarasanglar, suddenly. Unexpected. Birdaniga tushibdi-da, suddenly. Verb bilan biza adverb ishlatyapmiz, shu joyga yetib bo'ladi. In 2024 Group A'dagi 2024 da tushgan ekan. Sizlar mana ma'nosiga mana tushdi. Nima tushdi? Miqdori tushdi, soni tushdi. Agar sizlar misol uchun Yaponiyada mashina ishlab chiqarish soni demasanglar, просто Yaponiya tushdi deb qo'ysanglar, u xato. Unaqa demaydi. Unaqa demaydi mashina. The Japan increased slightly demaydi. Izzi ham bitta o'zini yelmaydi. Davlatlar oldida bo'lmaydi. Japan increased slightly deb qo'ymaylar. Uni o'rniga sizlar mana bunaqa qilishlar. The number of producing cars in Japan increased slightly. Miqdori o'sgan mashina ishlab chiqarish. Sizlar mana joyini tashlab ketmaydi. Ko'p talabalar tashlab ketadi joyini, noto'g'ri bo'lib qoladi. Ma'no yo'qoladi writingda. Misol uchun yana ko'ramiz, verb shakliga bitta ko'ramiz, shu bilan navbatga o'tamiz. Misol uchun car sales olaylik. Car sales va mashina savdosi. Mashina savdosi tushgan mana, ko'rsanglar tushgan. Bizda tushgan deb olasizlar aytdim, fall da olinglar, decline da olinglar, decrease da olinglar. Va asosan decline, decrease da ishlataman. Hop, car sales ga tushibdi deymiz. The number bitta 1000 da kelgan. Hop, verb shaklida ishlatamiz. The number of car sales declined. O'tgan zamonda bo'lganligi uchun declined qanday tushgan? Mana shunga e'tiborli bo'linglar. Sezilarli tushibdi. Sezilarli degan so'z bor. Men verb bilan adverb, substantial, considerably, significantly olaylik. Significantly. The number of car sales declined significantly. Tamam. Bizda hozir mana shularni o'rganib olsanglar bo'ldi. Bizga hozir verb shakli birinchi ko'rinishi. Ustda tushdi deyishdi, bitta ko'rinishi bu. Men sizlarga ikkinchi ko'rinishini aytaman. Shunda ustda yoki tushdi desanglar, ikkinchi ko'rinishi bor buni. Noun shakli bor-da. Noun shaklini ko'ramiz hozir sizlar bilan. Hop, the percentage of students. The percentage of students bu talabalarning foizi in group B. Mana buni istatasizlar, show it deb yodlab olishingiz kerak. In group B dan keyin show it mana bilan bir xil qarasizlar. In group B gacha bir xil yozganman. Faqat group B dan keyin men boshqa so'zni ishlatyapman. Show it da ishlatishingiz kerak. Show it degani ko'rsatdi. Witness it guvoh bo'ldi degan mana shuni ham ishlatisizlar bo'ladi. So, ko'rdi degani exhibited. Bu so'zni yodlab olasizlarda, noun shaklini yasamoqchi bo'lsanglar, mana shuni the percentage of something, show it, witness it, yoki so bittasini ishlatinglar, yoki exhibited. Bundan keyin a yoki an ishlatasizlar. Mana taraf bor. Mana noun da ishlatasizlar. Show it deylarmi yoki so deylarmi? Bo'ldi, o'zi mana noun qismini ishlatishingiz kerak. Ustda tushdi deganingizdan noun shaklini ishlatasiz. Mana a yoki an. Mana shu a and o'rtasiga sizlar an dan keyin sizlar mana adjective deb qo'llashingiz kerak. Mana shu yerga yozib bitta. To make adjective we need this, like show, witness, and this plus a or an plus adjective. Adjective mana tabletsadagi adjective. Mana shu yerga chiqarib qo'yaylik. Mana tabletsadagi adjective. Mana adjective. Dramatic, huge yoki speediga urg'u bermoqchi bo'lsalar bo'ladi. Shu yerga adjective deb ishlatasizlarda, adjective. Bundan keyin
noun'ini ishlatasizlar. Undan keyin mana noun'da ishlatasizlar. Rise, increase, grows. O'zida keladi. Rise and noun deb qo'yadi. Bu formulasi. Ikkinchi usti tushdi deyishda bu formulasi bitta. Davom etamiz. The percentage of students in group B showed a dramatic rise. Rise'ga qaraymiz. Rise'da oldida a bor. Mana shu a dan keyin sizlar mana adjectivedan bittasini ishlatib berishinglar kerak. A huge rise. A bo'lmaydi. Enormous ishlatmoqchi bo'lsalar an bo'ladi. Mana pulli o'shalarga e'tiborli bo'linglar. An enormous bo'ladi. An enormous rise. An enormous increase misol uchun. Yoki pastdagini ishlatinglar. A sharp increase, a sharp rise bittasini olishinglar kerak. Qanaqa o'sganligini ifodalash uchun-da. Show it a dramatic rise. Sezilarli degani dramatic rise. Hop, bundan keyingi ko'rinishi va bu keyingi ko'rinish emas, shuni boshqacha shakli. The number of students in the group witness it. Mana tepadagi show, witnesses, so, exhibit dan bittasini olyapman. Mana shuni xilma-xil qilib beringlar. Har doim bittasini ishlata oladi. Witness deyiladi, show deyiladi, exhibit deyiladi. Bir marta qaytarib ishlatinglar har bitta tasdiq. O'shanda xilma-xil paydo bo'ladi. The number of students in the group B misol uchun witnessed a significant rise. The number of students deganda bitta. Men talabalarning soniga urg'u beryapman. Bundan keyingisi the percentage of people odamlar yeydigan ice cream so a repeat decline. The percentage foiziga urg'u beryapman. O'sha narsani qolib ketmasin sizlarda. So a repeat decline. Qaraymiz, decline degan so'zimiz bor edi. Tushish degani. A decline deb turibdi. A dan keyin men repeat ishlatyapman. Sizlar mana a dan keyin yoki n dan keyin mana adjective ishlatib bersanglar bo'ldi. Sizlarning vazifangiz shu. Verbdan keyin adverb and noun ishlatayotgan e'tiborli bo'linglar. A yoki n va adjective ishlatib berishingiz kerak. Davom etamiz. The number of students doing their homework exhibited a sudden decline. A sudden decline. Exhibited. Ko'rdi degan. Namoyish etdi degan. The number of people who like sleeping. The number of people soni. Odamlar uxlashni yaxshi ko'radiganlar soni showed ko'rsatdi a significant increase. O'sishni ko'rsatgan ekan. Sezilarli. Slide sizlar bo'ladi mana shu. Significant o'rniga sizlar slide ishlatsalar ham bo'ladi. Slide. Agar o'sish yoki tushish ozgina bo'lsa slide ishlatasiz yoki small, yoki minimum, yoki slow. Slow change deyilgan. Steady, gradual. Shu joylariga e'tiborli bo'ling. Hop, bu ikkinchi ko'rinishida bu noun shaklida. Birinchi o'rganganimiz bu verb shaklida. Endi noun shaklini bizda yana ikkita qo'shimcha ko'rinish bor. O'sha ikkita qo'shimcha ko'rinishini ham ko'rib olsanglar yaxshi bo'ladi. Xilma-xillikni paydo qilish maqsadida. Hop, bizda kerak bo'ladigan narsa bu there is. There is. Bizda juda kerak bo'ladi mana shu yerda. There is a dramatic rise. Mana bor edi, mana formula bor edi. An, adjective and noun. Bu mana Что sizlar mana noun ni ishlatasizlar. Bu ham noun ni ikkinchi ko'rinishida. Noun ni davomi bu. Boshqacha. There is kerak bo'ladi. Har doim there is kerak bo'ladi. There is a dramatic rise in the percentage of students in the group B. Mana ikkinchi ko'rgan nounimiz bor. Mana noun bor. Mana shu the number yoki the percentage oxiriga o'tib ketishida bu. There is oldinga keladi. There is a dramatic rise in the percentage of students. Misol uchun mana buni olaylik. Mana olaylik. Tushganmi? Mana shu tushgani car sales tushgan. Bizda birinchi bo'lib yozadiganida bu there is. Bosamiz. There is bu hozirgi zamonda, o'tgan zamonda demoqchi bo'lsalar is o'zgaradi was ga. Tamam. There was deb yozamiz endi. There was a significant olaylik.
as significant. Significant degani sezilarli. Decline tushish degani. There was a significant decline. Qayerdan tuzdim buni mana? A significant decline. Shuni ochasizlar mana tablicani. A decline, noun shakli, a decline. A'dan keyin sizlar mana adjective ishlatishingiz kerak. Tamam. Menimcha tushunib oldinglar degan umiddaman. Yonimda bolayni tushunib oldingiz. Hazırlaşıyorum. Yonimda bitta bola bor. There was a significant decline in the number of car sales. The number of car sales. And the number of car sales. And the number of car sales. Bo'ldi. Xohlasalar boshqacha qilaylik. Mana uni o'zgartiramiz, qarang. Mana shuni o'zgartiramiz. The number of mana uni olaylik. The percentage of people eating ice cream. Shuni olamiz. Beta nima degan? The percentage of people eating ice cream. So a repeat decline degani. Sizlar mana a repeat decline bor. Shuni oldiga there is deb qo'yinglar mana. There is bu hozirgi zamonda there was desa o'tkaziladi. There was a repeat decline in the percentage of people eating ice cream. In the percentage of people eating ice cream. Sizlarda asosiy narsa bormi? Asosiy narsa. Nounni yasab olish, nounni qanday yasash yoki verb shaklini qanday yasash bo'yicha bo'ladi. Asosiy narsa shu. Bitta qaytarib beradi. Qanday yasash. Mana verb bilan adverb ulab berasizlar. Noun bilan adjective ulab berasizlar. Bo'ldi. Mana shu narsa. Shu narsani ko'ryapmiz hozir, faqat ko'proq yozyapmiz. The number of yoki the percentage of deb yozyapmiz dedi. Yana olamiz. Ikkinchisini menga qilib beringlar o'zingizlar mana. The number of students doing their homework. Pauza qilinglar. Hozir mana shuni pauza qilinglar. Yozib beringlar. There was deysizlarmi, there is deysizlarmi yoki there will be deysizlarmi, farqi qaysi zamonga qo'yaman desanglar. Men asosan pastda ishlataman, chunki pastda beriladi ko'pincha narsani. Feature'likini alohida video qilaman. Feature'likini bitta ko'rsanglar, o'shanda alohida qilib beraman. Pauza qilamiz va mana bunga there was bilan yozib beringlar. Pauza qilinglar. Men davomidan yozib turaman. Sizlarga javob bo'lib turadi. Yozib bo'lgan bo'lsanglar javobi mana shu. There was a sudden decline in the number of students doing their homework. Bunisiga ham qilib beringlar. Mana shunga ham there was yoki there is deb yozib beringlar. Men yozib turaman. Pauza qilamiz videoni va davomini yozamiz. Javobimiz mana shu. Javobimiz shu. There was a significant increase in the number of people who like sleeping. Tamam, sizlarda mana narsa. A dramatic rise, a significant increase. Mana shularni noun shaklida ishlatasizlar. E'tiborli bo'lamiz. Bu uchinchi shakli ekan. Shunda o'sdi yoki tushdi deyishni uchinchi shakli. Oxirgi shakli bor. To'rtinchi shakli. Shunda mana o'sdi yoki tushdi deyishdi. Oxirgi shakli, to'rtinchi shakli. O'shani ko'ramiz bo'ldi. Shu bilan tugatamiz sizlar bilan. To'rtinchi shaklimiz mana bunaqa. Birinchi o'zgarish keladi.
A dramatic decline boya A'dan keyin adjective ishlatib berib, noun ishlatib berdinglar-ya. A dramatic decline, a significant decrease, a significant increase, a considerable rise misol uchun. Mana shu yerga qo'yib berishinglar kerak va undan keyin is, seen yoki observed. Bular yuzga yuz kelishi kerak. Yuzga yuz keladi. Keyin in the number of car sales. Boyagiga o'xshaydi. There was yoki there is a considerable increase bor. O'shanga o'xshaydi, faqat oldinga chiqib ketadi. O'zgarishlar, o'sish, tushish degan narsa oldinga chiqib ketadi. Olamiz misol uchun boyagini. Mana uni olaylik, o'zimiz mana shundan tuzaylik. Tushgan bo'lgani mana bunda car salesda tushish bo'lgan. Dramaticmi? Dramatic. Yoki significant. Significant olaylik. Significant olaylik. A significant decrease, a significant decrease was seen deyman, nimaga? O'tgan zamonda bo'lganligi uchun. A significant decrease was seen in the number of car sales. Well, significant decrease mana narsa tushish degan narsa oldinga chiqib ketadi. A significant decrease was seen in the number of car sales. Mana narsa qolib ketmasin, shu joyga e'tiborli bo'lamiz. Hop, endi menga mana bu yozib beringlar, işte sharp deysizlarmi, dramatic deysizlarmi, o'sish bo'pti deb beringlar. Mana shuni pauza qilinglar, mana shuni olib olinglar. Mana shunda yozib berasizlar. Pauza qilinglar, chunki men pastga tushaman, yozib turaman. Hop, javobimiz mana shu. A sharp increase. Sharp degani sezilarli, tekis, deymi? Sharp sizlar tekis bo'lgan paytda, почти tekis, mana shu. A sharp increase bo'ladi, mana shu. A sharp increase was seen deb ishlatyapman. Was seen in yoki was observed deb ishlatsalar ham bo'ladi. Bu passive voice da ishlatiladi. Passive voice in past simple. Is da qachon ishlatasizlar? Is da sizlar present simple, hozirgi zamonda bo'lgan bo'lsagina. Masalan, hozir 2025 bo'lsa, sizlar 2025-yil berilgan bo'lsa, is seen yoki is observed deb ishlatasiz. A sharp increase was seen in the number of car sales. Mana shu narsa. Tepadagidan olamiz. Yana mana misol uchun slaydda men shunga yozib beringlar. Ozroq tushish bo'pti deb aytib beringlar mana. Pauza qilamiz va yozamiz. Men pastga tushib yozib turaman. Javobimiz mana shu. A slight decline was observed in the number of car sales. Ash joyi bizda muhim. Was observed in. Sizlarda o'sish tushish boshida gapirilib keladi. Tamam. Mana shu 4 ta strukturani sizlarga bugun o'rgatmoqchi edim va homework bo'ladi. Homeworkda sizlar masalaga hozir tashlab beraman. Sizlar ham aytib berishingiz kerak. Birinchi mana bu net usersga aytib beringlar. İşte bitta slayd o'sish bo'lgan deysizlar. Hop. Hozir yana ko'rsataman, qaysiga yozib berishinglar.
Homeworkga mana shu consumption of fast food aytishlar kerak. Verb shaklida birinchi aytib berasizlar. Verb shakli bu boya ko'rganimiz. Bitta the percentage deyilgan. Sizlar bitta nimadan olishinglar kerak? The number of times I can eaten per year. Asal buni o'qishinglar buni boshqasiga olamiz. Yigirmasi mana shu bittasi, ikkinchisi, uchinchisi, yana bittasi bor hozir. Yana bittasini qo'shib qo'yayman. Mana to'rtta. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Mana shu to'rtta chiziqni to'g'ri xil qilib berishlar kerak. Har bittasini qayta-qayta yozib olishlar kerak. Verb shaklida birinchi ko'rinishini, noun'ni ko'rinishi, uchinchi ko'rinishi there was bilan aytardik. Va oxirgi to'rtinchi ko'rinishi. To'rtinchi ko'rinishi mana shu. Dramatic decline, significant decrease mana shu edi. Sizlar har bittasiga olinglar. Car sales bu ham mana shunday yozish. A slight, dramatic. Har bitta mana car sales va tushgan. Mana shu tushganni to'rt xil shaklda. Verb, noun va uchta, to'rtta, umumiy to'rtta. Hop, option nechta bo'ladi qaranglar. 1, 2, 3, 4. 16 ta bo'lishi kerak option. Mana 16 ta ko'rsatish kerak. Hech kimga tashlaysizlar. Men tekshirib beraman uni hammasini. Hop, vaqtingizga rozi bo'lasizlar, charchamanglar, sog' bo'linglar. Tushundinglar degan umiddaman. Sog' bo'linglar.